Salom az Tojikiston. Tojikistondagi bir kunlik kunim qanday o'tdi? Kunni yarmida dachaga ham kelib oldi. Birinchi o'rinda popolarni shundoq qilib almashtirib olib, ishimizni joylan solishdan boshladik. Aytgancha, tez kunda konsert berar ekanlar. Ishga qaytamiz, albatta ko'rpa holdan so'voldik. Ko'rpa holdan bo'lgandan keyin okaga tushuntira olmadim tojikchasiga. Oka, bu dasturxon emas, bu qanaqadir sassiq lata dedim. Tushuntir desam, ham Это не dasturxon сказал. to'g'ri, dasturxon emas, salafan va nihoyat baribir o'sha dasturxon o'rniga solinadigan salafanni topdik. Hamma joyiga saramjon va sarishta qilib okaga aytdim. Oka, qo'lga tashladik, ishimizni boshladik deb bordim. Sayohat bosh homiysi Shohsomsa. Shunday pastga tushsam, pastda Masturapan harakatlarni boshlab yurilibdi-yu. Shu ovqatga men ham qilsam qo'shilsin deb o'tin toshishni boshlab bordim. Albatta dachaga chiqqanda ish qilinadi, dam olinmaydi, to'g'rimi? Qozonidagini yoqib oldik, ovqatimizni boshlab oldik. Dengizda oilaviy cho'milayotganlarni ko'rib, shunaqangi cho'milayim kelib ketdiki, o'choq oldi futfulyon gradus issiq, salqinlikni yetalamasa bo'lmaydi. Varina to'kilib qoldi. Birinchi qozon yaxshi emas ekan, ikkinchi qozon taginilashtirishni boshladi. Go'shimizni qozonga tortiq qildik, pisham qilmadi. Yaxshi qizmagan ekan o'tindan tashlaymiz. Tarvuzni bartaraf qilmasak bo'lmaydi. Ko'pchilik dachaga chiqqanda suvga solib qo'ysam, men esa boshqacha yo'l tutdim. Ya'ni tarvuzni o'rtasidan bo'lib shundoqqina halidniga tortiq qilib bordim. Va top bor bunda. O'shada. Tilim bir tilim. Albatta qovun esdan chiqmadi. Qovunni esa to'g'rizga erga berib yubordik. Jamoat jam bitta siz kam. Masturapam ham tayyor bo'ldilar. Biqin qilishni boshlab yubordik. Umrimda birinchi marta osh ulasida dengiz bo'yida biqin qildim. Qovun to'g'rizi to'y bo'layotgan ekan. To'yga sherik bo'ldi. Odam dachaga chiqib shunaqangi zirkat deb o'ylamagandim. Wi-Fi ham ishlamas ekan. Qarasam yonimda abi ham zirkab o'tirgan ekan. Tepaga chiqsam dachaning atmosferasi o'ta bomba ekan. Okalar hofiza qilishni boshlab yuborishdi. Shunaqangi hofiza qilgim kelib ichlarim o'tib ketdi. Bunda o'ylab qarasam, cho'milgani kiyim olib kelmanman. Kursigim qolib ketdi. Nima bo'lsa bo'lardi dedim, ko'zimni sarsi yumib cho'milishni boshlab bordim. Shoshilganimda soatda ham yechmaman. Soat ham ado akajon dedim, qo'ydim. Hopazani qilib olib ozgina dam oldik va bizning safarimiz ham qaridi. Dacha bilan xayrlashdik. O'sha gap pulli to'y hashamga emas, sayohatga ishlating.